Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmat qadrli do'stlar, hamkorlar, hammalaringizni ushbu taqdimot marosimimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Assalomu. Taqdimotimizni agar ruxsatinglar bilan Alloh taoloning kalomini qisqa qiroat qilish bilan boshlaymiz. Alloh barakali qilsin. Ustoz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب العالمين. o'qilingan oyat karimalardan hosil bo'lgan savoblarni hammamizdan o'tgan, bu xalqning yurtida xizmatida o'tgan barcha marhum va marhumalar ruhlariga o'zing yetkazgin. Ya Robbal alamin, bu boshlangan qilinayotgan ishlarni xayrini, barakotini bergin. Xalqimizni Alloh subhanahu va taolo har doim natijalarni o'zing go'zal qilgin. Bu oldimizda turgan katta tadbirlar, katta kutilayotgan kutilmalarimizni Alloh subhanahu va taolo hammamiz uchun yaxshiliklarga, dunyo saodatiga, o'zingning roziligiga sababchi bo'ladigan kutilmalardan bo'lishligini muvaffaq qilgin. Tadbirga bosh bo'lgan, bu tadbirlarni xizmatini qilayotgan, o'zlarini bugun taqdimotlarini, hisobotlarini berayotgan birodarlarimiz, akalarimizni Alloh subhanahu va taolo yuzlarini yorug' qilgin. Har doim mana shunday xalq uchun manfaatli bo'ladigan halol kasblarda davomli bo'lishliklarini o'zing muvaffaq qilgin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. Rahmat ustoz. Endi ochilish nutqimiz uchun so'zni Al-Mamulat Consulting kompaniyamizning asoschisi va direktori Iskandar Tursunovga beraman. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Barchalaringiz xush kelibsizlar. Avvalambor vaqt ajratib, mana shu muborak Ramazon oyida arafalarida vaqt to'g'ri kelsa ham vaqt ajratgan kelganlaringiz uchun baraka topingizlar. Avvalambor so'zim boshlashdan oldin aytmoqchi bo'lgan narsam, bu yig'ilishimizning asosiy sababi bu O'zbekistonda islom moliyasini rivojlanishi uchun berilayotgan e'tibor va yaratilayotgan mana shu huquqiy asoslarning sababi desak bo'ladi. Chunki mana xabarlaringiz bor, yaqinda 5-fevral kuni Senat tomonidan Islomiy bank faoliyatini amalga oshirish uchun banklarga ruxsat berildi. Mana shuning shodiyanasi, xursandchiligi, mana shuni bir to'ydek qilib nishonlash o'zi maqsadi edi. Va o'sha kuni menimcha hamma eshitib xursand bo'ldi. Aynan shu islom moliyasiga ishtiyoqmand bo'lgan, shu sohani rivojlanishini istagan barcha menimcha hamkasblarimiz va shu sohani fidoyilari xursand bo'lganligi tabiiy. Mana shuni bir nishonlash, sizlar bilan bir ko'rishish, diydor g'animat. Mana shu islom moliyasini rivojlantirish yo'lida mana shu yo'lga chiqdik birgalikda shu sohani rivojlantirish uchun biroz bo'lsa-da fikr almashish masalasida bugungi tadbirimizni uyushtirganmiz. To'g'ri, o'zi odatda shunaqa savol tug'ilishi mumkin. O'zi Al-Muomalat Consulting
tadbir uyushtirayotgan ekan, taqdimotdan masala nima, qanaqa taqdimot? Chunki masalan agar bir bank taqdimot qiladigan bo'lsa, tabiiyki u yerda bir yangi mahsulotini joriy qiladi. Ishtirokchilar xoh omonatchilar bo'lsin yoki jismoniy shaxs bo'lsin yoki yuridik shaxs bo'lsin, ularning o'sha yerda oladigan bir anaqa manfaati bor-da. Pul qo'ysa qanaqadir daromad oladi, investor yoki bank o'shandan o'zining faoliyatini ko'rib, ya'ni biznes davom ettiradi. Yoki o'sha B2B deymizmi, yo boshqa platformalar deymizmi, barchasini asosida moliyaviy bir tranzaksiyalar, munosabatlar bor. Kimnidir chaqirsangiz biladiki, o'sha yerda bir qanaqadir bir yaxshi bir takliflar bo'ladi, kelamiz deb. Endi konsalting firmasi, Al-Muomalat Consulting umuman islom moliyasiga ixtisoslashgan konsalting firmasi nima taklif qilishi mumkin degan savol yotadi-da. Lekin mana shu islom moliyasi bo'yicha kimdir faoliyatini qurmoqchi bo'lganlar, islomiy bank ochmoqchi bo'layotganlar yoki bo'lsa islomiy mikro moliya tashkilotini yo'lga qo'ymoqchi bo'layotganlar yoki boshqa platformalar orqali islom moliyasini joriy qilmoqchi bo'lganlar barchasining tag zamirida asosiy yotadigan narsa bu struktura, arxitektura. Mana shu arxitekturani qurib beradigan insonlar islom moliyasiga ixtisoslashgan ekspertlar, mutaxassis hisoblanadi. Mana shunaqa ishlarni amalga oshiradigan tashkilotlardan biri shu Al-Muomalat Consulting hisoblanadi. Demak, bizning vazifamiz faqatgina o'sha ismda yoki bo'lmasa nomida islomiy yoki bo'lmasa shariatga muvofiq yoki bo'lmasa qanaqadir qadriyatlarga muvofiq degan so'zning o'zi bilan cheklanib qolmasdan, balki haqiqatda o'sha ishonchni oqlaydigan, shariatga muvofiq ta'minlab, demak axloqiy va qadriyatlarga mos bo'lgan haqiqiy tizimni yaratib beradigan ishlarni amalga oshiradigan bir soha vakillari hisoblanadi. Endi Al-Muomalat Consulting 2020-yilda bir ramziy ma'noda paydo bo'lgan desak bo'ladi, chunki o'sha yilimi iqtisodiyot va moliya vazirligida xizmatlar sohasini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlab kelgan davrim edi. Shunda prezidentimiz parlamentga chiqib, endi islom moliyasini rivojlantiradigan vaqt keldi degandan keyin bir yaxshi niyatda rahbariyatdan ruxsat olib, mana shu 20-yilda islom moliyasiga kirganmiz. Men o'ylaymanki, o'sha paytda shu demak al-muomalatning yaratilishiga qanaqadir ramziy ma'noda tamal toshi qo'yilgan ekan deyman. Endi al-muomalatning asosiy yaratilishiga sabab men shu narsani ochiq aytmoqchi edim. Hozir bu yerda asosan o'sha sohani ertaga rivojlantiradigan, xalqimizga, jamiyatimizga islom moliyasi xizmatini ko'rsatadigan vakillar, bank rahbarlari, tashkilot rahbarlari, ularning o'rinbosarlari kelgan. Bizning aytmoqchi bo'lgan narsamiz shuki, sizlar o'z ishingizni islom moliyasi qadriyatlarga xos va mos qilib joriy etishlaringizda sizlar yolg'iz emassizlar. Mahalliy ekspertlar, moliyaviy tashkilotlar, konsalting kompaniyalari Allohga shukr kundan kunga soni ortib bormoqda. Biz aynan hozir bozorda mavjud bo'lgan bir nechta konsalting kompaniyalarining vakillarini ham chaqirganmiz. Baraka topishsin, ishtirok etishmoqda. Ba'zilari hozir yo'lda ekan. Ya'ni bu yerda men aytmoqchi bo'layotgan narsam, biz birlashib hamjihat bo'lib qiladigan davrdamiz hozir. Ya'ni alohida bo'lib, har birimiz alohida bir konsalting, hamma o'zining bilgan yo'lida emas, balki hozir shu tizimni yaratib berayotgan ekanmiz. Mana shu tizimning yaratilishiga rahbariyat, regulyatorlar imkoniyat berayotgan ekan, buni ertaga barqaror uzoq muddat rivojlanib ketishini barchamiz xohlaymiz. Shuning uchun ishtiroklaringiz uchun Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan. Endi al-muomalat konsaltingning asosiy maqsad vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, o'zlaringiz bilasizlar, Markaziy Osiyo, O'zbekiston, mana shu mintaqa islom moliyasining eng yangi va juda katta bir talab mavjud bo'lgan bozor. Mana hozir butun dunyodan kerak bo'lsa islom moliyasining ekspertlari, sohaning yetakchilari O'zbekistonga va Markaziy Osiyoga ko'z tikib turibdi. Har kuni hech bo'lmasa oyda 2-3 marta xalqaro tashkilotlardan, banklardan vakillar kelib O'zbekistonda shu sohani rivojlantirish uchun nima qilsak bo'ladi deb o'sha bu soha vakillari bilan yoki bo'lmasa banklar bilan uchrashuvlarni amalga oshirib bormoqda. Shuning uchun al-muomalat mana shu imkoniyatlarni hisobga olgan holda o'zining faoliyatida o'sha al-muomalat consulting, al-muomalat education va al-muomalatning regulyatorlar bilan birga ishlaydigan yo'nalishlarini tashkil qilganmiz. Bundan tashqari shu qonun chiqqandan keyin shunaqa narsa bo'ldiki, qonun chiqqandan keyin shu narsa bo'ldiki, hozir endi banklar agar mana qonun paydo bo'ldi, endi biz litsenziya olishimiz uchun yoki islom moliyasiga xos bo'lgan bank faoliyatini yuritishimiz uchun
nima qilishimiz kerak, ishni qayerdan boshlashimiz kerak degan baribir savol vujudga keladi. Eng asosiy narsalardan biri bu yerda o'sha kadrlar salohiyati bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi demak shariat ulamalari, ya'ni maxsus kengashning tashkil topilishi qanaqa yo'lga qo'yiladi, mahalliy ekspertlarni biz qayerdan bunaqa jalb qilamiz degan narsalar bo'lishi mumkin. Kuni kecha biz musulmonlar idorasi bilan ko'rishganmiz, Markaziy bank vakillari ham ishtirok etgan. Musulmonlar idorasi 40 ga yaqin mahalliy shariat ulamalarining ro'yxatini bizga shakllantirib berdi. Markaziy bankka taqdim qilingan. Bu ro'yxatda sizlar bilgan va bilmagan mahalliy shariat olimlarimiz, ulamolarimiz, fiqh olimlari mavjud. Yaqin orada umid qilamizki, Markaziy bank soha vakillarini va o'sha shariat ulamolarini chaqirgan holda keyingi mavzularni, etaplarni qanaqa davom ettirishimizni suhbati bo'lib o'tilishi kutilmoqda. Ya'ni biz aytmoqchi bo'layotgan narsamiz, aynan mana shu shariat kengashi masalasini qanaqa hal qilish bo'yicha ham ishlar olib borilmoqda. To'g'ri, bu yerda muomalat o'sha bu narsaga talab borligini bildirish maqsadida musulmon idorasi va Markaziy bank o'rtasida ishtirok etib bu ishlarda o'zining yordamini ko'rsatmoqda. Undan tashqari Al-Muomalat Consulting yaqinda Islomiy moliya mutaxassislar hamjamiyati degan jamiyatni tashkil qildik. Web sahifasiga agar kirib tomosha qiladi, ko'radigan bo'lsalaringiz ifpc.uz, unda aynan bevosita O'zbekistonda mavjud bo'lgan, hali bu jarayon davom etyapti, islom moliyasi ekspertlari, mutaxassislarining ro'yxati shakllanib boryapti. Ham yana bitta oknosida shariat olimlarining ro'yxati berilgan. Umid qilamizki, bu narsa ham sizlar uchun bir manfaatli, foydali narsa bo'ladi. Buni biz shunchaki bir qanaqadir manfaatli bo'lsin, O'zbekistonda islom moliyasiga oid mutaxassislar borligi, shariat olimlari borligi bir qanaqadir bitta bir bazada, platformada yig'ilganligini ta'minlash uchun shu ishga qo'l urganmiz. Inshaalloh ko'rib, marhamat bo'lib va boshqa ekspertlarga, shariat ulamolariga ham tavsiya qilsalaringiz, bizga o'sha ma'lumotlarni berishsalar, inshaalloh bu ro'yxatga qo'shib qo'yamiz. Hozircha shu Al-Muomalat va IFPC ning tashkil topishi va undan ko'rsatilayotgan maqsadlarimiz va vazifalarimiz nima deganligini qisqacha sizlarga aytib o'tdim. Yana bir bor xush kelibsizlar. Jahongir aka, xush kelibsiz. Jahongir akam ham ruxsat bersalaringiz hamma taniydi. Mana shu konsalting kompaniyalarimiz ichida eng yoshi ulug'i, eng tajribalisi va islom moliyasida, islom moliyasi savodxonligini, menimcha o'z agar davlatlar miqyosida e'tibor bersangiz, bunaqa bir ijtimoiy kanal bo'lmasa kerak, bir xalqchil qilib, tushunarli qilib islom moliyasiga oid bir ma'lumotlarni joylab borayotgan kanallar deyarli sanoqli. Mana shu mehnat qilayotgan jamoalardan, rahbarlardan Jahongir aka, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Salomat bo'ling. Men so'zni Qaytchanga beraman. Rahmat. Rahmat Iskandar aka. O'zi Al-Muomalat haqida ham prezentatsiyamizni umumiy hammasini o'zi aytib chiqdingiz. Bu hali qorilar yodlayotganda birinchi o'tib chiqadi, keyin yana qaytib keladi-ku, takror qiladi-ku. Shunga o'xshagan sal batafsil kiraman mavzuga. Ya'ni Al-Muomalat Consulting nima ish qiladi, asosiy yo'nalishlarimiz, qayerda hamkorlik qilish mumkin, qanaqa nimalarimizga bor, planlarimiz, qanaqa rejalarimiz. Bu bizning jamoamiz, asosiy jamoamiz. Undan tashqari bizning xalqaro ekspertlarimiz ham bor. Bular ko'proq o'sha xalqaro miqyosdagi loyihalarimizga va sukuk, bundan keyingi sukuk chiqarishlarimizga nima qilishadi, qatnashishadi. Bu bizning Islomiy moliya kengashimiz, ustoz Hikmatilla domla Abiyev, Islom moliya kengashimizning raisi, shariat kengashimiz raisi, Hasan Qori akam Qodirov shu yerdalar. Alloh rozi bo'lsin, rahmat vaqt ajratib kelganingiz uchun. Abdulhamid Jumanov ustozimiz shu yerdalar, tilovat qilib berdilar. Bular bu javharda, biz bularni qidirib, nima qilib, sho'ng'ib, ustozlarning ichidan tanlab, saralab, iltimos qilib taklif qilganmiz shariat kengashimizga. Sohada ko'zga ko'ringan ustozlar. Endi biza bularni Al-Muomalatdagi asosiy o'zi qilayotgan ishimiz, bizning vazifamiz bank bormi, fond bormi yoki to'liq bankka o'tmoqchimi yo darcha asosida, tamoyil asosida o'tmoqchimi, o'sha joyda moliya dunyosini bog'lab beramiz. Bizning anaqamiz shu, asosiy funksiyamiz shu. Ruxsatinglar bilan xalqaro hamkorlarimizdan tabrik videosi qabul qilganmiz. Shuni qo'yib bersak, Baxtiyor. Bosib qo'yadimi o'zi?
this is a meaningful milestone, not only for the institution, but also for the development of Islam finance in Uzbekistan and the wider population. This stage of market growth, strong advisory and knowledge institution play a very important role supporting people implemented. Mala has the potential to become the bridge between the rural and the development. Mala continues to grow as a consulting firm, contributing to Islamic finance, ethical finance, financial inclusion, and rural development. Ma'lum o'zlaringizga INSEF bu dunyodagi eng birinchi ta'lim nimalaridan, universitetlaridan islom moliyasiga to'liq ixtisoslashgan. Hozirda O'zbekistonda har xil o'sha magistratura, Markaziy bank uchun mutaxassislik, Markaziy bankni o'zi uchun alohida programmalar ishlab chiqishyapti. Ularni biz hamkorlikda O'zbekistonda joriy qilyapmiz. Ikkinchi tabrigimiz bu ko'p yillar men o'zim bilan islomiy moliya sohasida, xususan islom kapital bozori va sukukda nima qilgan yuristimiz. Consulting of Uzbekistan all the best and more success to come in conjunction with the launching of Al-Mu'amalah Consulting. From this year as an Islamic banking and Islamic finance lawyer, I am very grateful and very excited to collaborate with Al-Mu'amalah Consulting to facilitate the development of Islamic finance and Islamic banking in Uzbekistan. I hope that all of you will join me in celebrating the launch of Al-Mu'amalah Consulting, and together hopefully we can make Islamic banking and finance a success in Uzbekistan. Thank you. Bular boshlanishi, xalqaro hamkorligimiz boshlanishi, chunki bizga baribir bu kelajakda asosan o'sha 3 ta sohada nima qilyapmiz, harakat qilyapmiz. Bu islom bankchiligi, bu bo'yicha qonun уже qabul qilindi. Ikkinchisi islom kapital bozori va uchinchisi bu O'zbekistonda birinchi marta vaqf qonunchiligi bo'yicha ishlayapmiz. Bunga men alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman UNDP vakillariga, Boburjon aka shu yerdalar, Fayzul aka, Islom taraqqiyot banki, ular qo'llab-quvvatlayaptilar. Shunga islom bankining faoliyati bo'yicha huquqiy asos yaratildi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsam, regulyator mana men qonunni chiqarib qo'ydim, endi уже uzr yo'q debdi. Endi biz harakat qilishimiz kerak, hamma soha vakillari birgalashib buni yo'lga qo'yishimiz kerak. Tak, Markaziy Osiyoda islomiy moliyaning kelajagi bu endi Islom taraqqiyot banki va o'sha LSEG Londondagi nimalar ishlab chiqqan sifralar. Lekin bu raqamlar juda nima deydi uni? Ehtiyotkorona ishlab chiqilgan, o'zimiz ham bilamiz. Lekin men o'ylayman O'zbekiston, men o'ylayman sizlar ham qo'shilasizlar fikrimizga. O'zbekistonda xususan O'rta Osiyoda kengroq ravishda islom moliyasini, islom bankchiligini nimasi istiqbollari juda katta. Qilib o'tilgan ishlar 2025 da biz birinchi marta 20-chi xalqaro islom moliyasi sohasidagi olimlarning forumini o'tkazdik. Bu O'zbekistonda birinchi marta bo'ldi, o'zi Malayziyadan tashqari birinchi marta O'zbekistonda bo'ldi. Unda juda mashhur o'sha islom moliyasi sohasidagi olimlar kelishdi. Shayx Nizom Yaqubiy, doktor Monzerkaf, Hasanxon Yahyo Abdulmajid o'zimizdan, yana bu yerda boshqa Amerikadan, Suriyadan, Nigeriyadan kelgan olimlarimiz bor, ular qatnashishdi. Allohga shukr, O'zbekistonni islom moliyasi xaritasiga olib chiqdik. Bu hamjamiyatimiz o'sha islom moliyasi sohasidagi mutaxassislarni boshini bir joyga keltirish, ular haqidagi ma'lumotlarni keltirish, ularni birlashtirish. Mana shunaqaga o'xshagan undan keyin Xudo xolasa har oyda bir marta kamida davra suhbati tashkillashtirishni mo'ljallaganmiz. Bularni hammasini nima qilib, birgalashtirib, professional hamkorlikni yo'lga qo'yish, ta'lim tadbirlari, bu davra suhbatlari, qaysidir sohadagi problemani, og'riqli nuqtalar bor, ularni ko'tarib chiqamiz. Ilmiy tadqiqotlar, har xil produktlar bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni tashkillashtiramiz va xalqaro hamkorlik. Mana bu
o'zi asli shundan boshlashim kerak edi. Bu nimamizni mag'zi, amaliyotimizni mag'zi. Asosan 4 ta sohamiz bor. Bu birinchisi trening va sertifikatsiya. Trening va sertifikatsiya bu O'zbekistonda islom moliyasi haqidagi bilimni o'zini tarqatish. Bunda ommaviy bor, umumiy va xususiy bor. Bu bank yoki fond yoki shariya ulamolari yoki o'sha o'zimizda naqadagi regulyatorlar bo'ladimi boshqalar, ularga yetkazish. Ikkinchisi biza IOFIN O'zbekistondagi rasmiy vakili biza, imtihon markazi biza. Bu bo'yicha ham IOFI dasturlarini O'zbekistonda o'qitamiz. Bu bo'yicha ham ancha ish qildik. Adashmasam bu yerda bor. O'zbek tilida va rus tilida treninglarni yo'lga qo'yganmiz hozir. 40 dan ortiq nomzodlarni muvaffaqiyatli nima qildik, sertifikatladik. Tak. Ikkinchisi bu yo'nalishimiz amaliyotga joriy qilish islom moliyasini. Bu bo'yicha biz banklar bilan yaqindan ishlaymiz, har xil davlat nimalar tashkilotlari bilan yaqindan ishlaymiz. Islom moliyasini amalda to'g'ri asosda tashkillashtirish maqsadimiz shu. Buning ichida endi ko'p anaqalar bor, ularga kirib o'tirmayman, lekin asosiy yo'nalishimiz hozirda o'sha bank haqidagi qonunchilik qabul qilingani uchun ko'proq banklar bilan ishlaymiz. Takaffullar endi zotan bor o'zi. Uchinchisi bu regulyatorlarga maslahat berish. Bu bo'yicha aytib o'tganimdek o'sha Markaziy bank, NAPP, Omonatlarni kafolatlash agentligi, Prezident administratsiyasi, Soliq qo'mitasi va undan tashqari hozir yangi qonunchilik, yangi mulkchilik shakli ustida ishlayapmiz. Bu o'sha vaqf mulkchiligi ustida. Uni qonuniy asoslarini yaratish. Va eng asosiysi bu sizlar bilan birga qilamiz, o'zimiz qilmaymiz. Islom moliya hamjamiyatini qo'llab-quvvatlash. Bu har xil davra suhbatlari, kanallar bo'ladimi, hamkorlik bo'ladimi, field triplar bo'ladimi, bular bo'yicha. Biznes klub tashkil qilganmiz. Biznes klub bu ko'proq tadbirkorlar, investorlar, tashkilot, institutlarni birga keltirishga qaratilgan xalqaro hamkorlik. Bu bo'yicha biz field triplar va master klasslar tashkil qilyapmiz. Buni keyinroq yana keng yoritamiz, xudo xolasa. Strategiyamiz Iskandar aka. Strategiyamiz bo'yicha baribir asoschimizning fikrlari. Avvalambor hozir aytgan payt bir narsa yodimga kelib qoldi. O'sha sentyabr oyida bo'lib o'tgan xalqaro shariat ulamolari forumini yaxshi ko'tarinki saviyada, hattoki o'sha rahbariyatimizning, Markaziy bank raisining, boshqalarning e'tirofiga sazovor bo'ladigan darajada o'tkazishimizda sizlar yordam berdilaringiz, banklar yordam berishdi. Barchalaringizga minnatdorchilik bildiraman. Alloh rozi bo'lsin. Shu kecha kunduzda Markaziy bank bilan birgalikda joriy yilning oktyabr oyida Samarqand xalqaro islom moliyasi forumi ustida ishlar ketyapti. Xudo xolasa bu masalada ham birgalikda Markaziy bank bilan sizlar bu forumni yana ham yuqori keng qamrovli qilib o'tkazishlaringizga umid qilamiz inshaalloh. Endi strategiyamizga keladigan bo'lsak, davlatimiz rahbari tomonidan ham O'zbekistonning iqtisodiy o'sishi, budjet ko'rsatkichlarining yanada yaxshilanishini aytib o'tganlar. Endi nima uchun endi men budjetga o'sha strategiyaga to'xtalayotganim, agar O'zbekistonda islom moliyasi mana o'sha qonunchilik o'zi o'ylab turgandik, bu yana bir 6 oydan keyin imzolanib qolishi mumkin deb yoki bo'lmasa qanaqadir ma'qullansa kerak deb, lekin alhamdulillah fevralning boshida bo'ldi. Bu degani demak biz strategiyaga hissani qo'sha oladigan imkoniyatimiz tug'ildi desak bo'ladi islom moliyasi bo'yicha. Hech bo'lmaganda bir 2030-yillarga Jahongir aka nima dedingiz? Agar banklar xudo xolasa boshqa moliyaviy tashkilotlar islom moliyasini rivojlantirsak, umid qilamanki o'sha davlatimiz rahbari budjetni 2 barobar degan bo'lsa, agar islom moliyasi ham qo'shiladigan bo'lsa, bu ko'rsatkich yana 2-3 barobarga ko'tarilib ketishi ajab emas. Chunki bozor tayyor turibdi, tashqaridan xalqaro investorlar qiziqib turibdi. Eng muhimi xalqimiz tayyor bu narsaga, juda katta potensial bor. Xudo xolasa bu sohani rivojlantirsak yaxshi bo'ladi. Ikkinchidan yaqinda shu yerda o'tiribdilar. Shunaqa dediki, agar biz islomiy bank darchasini ochadigan bo'lsak yoki islomiy bank ochadigan bo'lsak, nima bo'ladi o'zi, haqiqatda talab bormi, bozor bormi degan savollar haligacha anaqa bo'lib turibdi, ko'tarilib turibdi. Birinchi narsa huquqiy asosi yaratilib bormoqda. Ikkinchisi bu o'rganishlar Markaziy Osiyo bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha o'rganishlar qilingan. Yana ham avvalgi o'rganishlar Jahongir aka Imomnazar tomonidan, UNDP tomonidan qilingan o'rganishlarda ham aynan O'zbekistonda bozorni qanaqaligi, jismoniy yuridik shaxslarning bu bo'yicha qanaqa qiziqishi bor, talabi qanaqa bo'lgan, ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsamiz, bir huquq asos bor, 2 O'zbekistonda bu bo'yicha talab bor, 3 endi nima? Bank qanaqa bu yerda yondashish kerak?
bank birinchi yondashishi kerak bo'ladigan narsasi, endi ozgina endi anaqa qilib ketayin, mana endi master klassda narsa qilib ketay hayotcha. Birinchi narsa bu yerda hozir banklar eng aniq qilinadigan tezkor va tez ommabop bo'ladigan mahsulot bilan bozorga kirish kerak. Retail finansirani moliyalashtirish va xalqni asosan retail kichik va o'rta biznesni moliyalashtiradigan instrumentlar bilan tezroq bozorga kirib borishimiz kerak. U masalan sherikchilik, muzoraba, musharaka, boshqalar ikkinchi bosqichda bo'lsa ham, hozir birinchi bosqichda biz o'sha retail bozorda murobaha, ijara, joy borsa o'sha musharaka mutanaqisa, mana shu uchalasi eng hozirgi kunda islom moliyasini banklar uchun qiladigan narsasi mana shu mahsulotlarning ustida ko'proq e'tibor berishlarini qilaman. Endi strategiyaga to'xtaladigan bo'lsak, hozir al-muomalat kamida bir 4-5 ta banklarda islomiy bank darchalarini ochib berish, bir ikkita hech bo'lmasa banklar agar full fledged islomiy bank bo'ladigan bo'lsa, ularga ko'maklashish yaxshi bir niyatlarimiz bor. İlk O'zbekistonda kooperativ huquqni islomiy moliyada chiqarish uchun harakat qilyapmiz. Huquq aslarini faqat kutib turibmiz. O'zbekistonda vaqf bo'yicha yana bitta narsani aytmoqchi edim. Hozir vaqfga juda katta e'tibor berilyapti. Nafaqat bu xususiy sektor yoki bo'lmasa UNDP tomonidan yoki ISDP qo'llab-quvvatlayotgan proyekt loyihalar, balki o'sha musulmonlar idorasi, diniy qo'mita, prezident administratsiyasi tomonidan ham vaqfni rivojlantirish, unga e'tibor berish masalasi ko'rilgan. Va umid qilardimki, birinchi islom banklardan bittasi vaqf banki bo'lsa, nur ustiga ola nur bo'ladi. Shu bo'yicha ham bir qanaqadir o'zlaringizning kelgusida bir pozitsiyalaringizni ko'rsalaringiz yaxshi bo'ladi. Vaqf banki bo'yicha ham menimcha hozir shu kecha kunduzda bir yaxshi xatti-harakatlar boshlangan. Endi o'sha hamjamiyatimiz bu endi kuchli barqaror kasbiy platformaga aylantirish va bir 200 dan ortiq mahalliy ekspertlarimizni o'sha IOFI sertifikatlarini olish uchun maqsad qilib niyat qilganmiz va mintaqada O'zbekistonning islom moliyasi bo'yicha markazga aylanishini istaymiz. Chunki yaqinda Pokistondan kelgan bir ekspert aytib qoldiki, O'zbekistondagi bor talab hattoki Pokistonda yo'q deyishyapti. O'zlaringiz uchun qilibdi, o'rganib chiqishibdi. O'zbekistondagi bor market talabi hozir Pokistonda yo'q. Endi tasavvur qiling, agar Pokistonda yo'q bo'ladigan bo'lsa, yana qaysi davlatda bo'lishi mumkin? Demak, O'zbekistonda mana shu islom moliyasi rivojlanadigan bo'lsa, juda bir katta talab borligi va bu narsa ertaga iqtisodiyotimiz uchun ham, xalqimiz uchun ham bir yaxshi bir imkoniyat beradigan holatdamiz. Hozir Muxtar aka kelganlar, mana shu hozir aytmoqchi bo'layotgan narsam, maqsadimiz O'zbekistonda islomiy moliya markazi yoki bo'lmasa moliya markazini tashkil qilgan holda hech bo'lmaganda bir qismida islomiy moliya markazini bo'lishini bir maqsad qilib harakat qilyapmiz. Hozir Muxtar akaga bir so'z bersam, Muxtar aka ham o'zini bir fikrlarini bildirsa, keyin yana davom ettiramiz. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Avvalambor al-muomalat kompaniyasini, konsalting kompaniyasini olib borayotgan faoliyati bu juda katta tahsinga loyiq bir millatimiz uchun, xalqimiz uchun bir fidoyi harakat deb bemalol aytish mumkin. Men guvohlik berib aytamanki, mana Iskandar Tursunovni men iqtisodiyot vazirligida ishlab yurgan paytlarida bilardim. Ya'ni u yerda ham bu kishi juda katta fidoyi o'zlarini harakatlari bilan shunday yaqqol ko'rinib turardilar. Ya'ni sodda tilda aytganda chinovniklarning orasida ajralib turardilar. Hayotjonni ham men O'zbekistonga ilk kelgan paytlaridan taniyman. Bu kishi ham islom moliyasi bo'yicha xalqaro darajadagi ekspert deb bemalol aytishimiz mumkin. Va bu kishini bir otalarini duosini olgan, juda ham bir ajoyib tarbiya topgan yigit do'stlarimizdan. Endi agar O'zbekistondagi makro iqtisodiy holatga bir qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston mana dunyoga ochildi. Hammanglar xabaringlar bor. Juda ko'p chet el kompaniyalari O'zbekistonga kirib kelyapti, konglomerat kompaniyalar kirib kelyapti. Juda ko'p kichik va o'rta biznes vakillari kirib kelyapti. Va bizni ahvolimiz qanaqa? O'zbek tadbirkorlarining ahvoli qanaqa? Biz ular bilan qanaqa raqobatbardoshligimiz bor deb aytadigan bo'lsak, afsuski ko'ngildagidek emas. Jahongir aka, chunki ularni savdo bo'yicha
darajalari, ilmlari, tajribalari biznikidan ancha yuqori. Ularni moliya bo'yicha tajribalari, xalqaro demak ilmlari, tajribalari bizdan ancha yuqori. Va bu bizga nimani anglatadi desa, biz mana Jahon savdo tashkilotiga qo'shilar ekanmiz, global iqtisodiyot tarmog'iga biz qo'shilar ekanmiz, raqobat bardoshliligimizni ancha tushib boradi. Biz bozorni berib qo'yamiz. Eng yomon joyi shunda. Bizni o'sha chet el mana Malayziyaga borganlar ko'p biladi. Malayziyani bozori har doim chet elliklar uchun ochiq, ko'p chet elliklar ishlaydi. Malayziyaliklar ko'proq ishchi darajasida. Shuning uchun men bir narsani iltimos qilardimki, bizni tadbirkorlarda hozir nima muammo desa, tadbirkorlar rivojlanishi uchun zavod quraman desangiz, binoga ham o'zingiz pul tikishingiz kerak. Savdo qilaman desangiz, savdosiga ham o'zingiz pul tikishingiz kerak. Оборудование olaman desangiz, unga ham pul o'zingiz tikishingiz kerak. Hamma narsaga o'zingiz pul tikishingiz kerak. Chet elda qanaqa desangiz, chet elda bu ishlarni o'sha moliya tashkilotlari qilib beradi. Binoni ham qurib beradi, оборудованиясini ham olib beradi, aylanma mablag'lariga ham yordam beradi. Shunga men iltimos qilardimki, mana shu yangi davrga kirib borar ekanmiz. Ya'ni islomiy moliya tizimi O'zbekistonga kirib kelar ekan. Biz konsalting xizmatlarini nafaqat banklarga, nafaqat moliya tashkilotlariga, balkim tadbirkorlarning o'ziga ham qanday qilib biz islomiy moliyani o'zimizga tatbiq qilishimiz mumkin. Оборудование qanaqa olamiz? Mana hozir o'zingiz aytdingiz, savdoga buni qanaqa ishlatamiz? Ko'pincha biz ko'ryapmiz, Hayotjon tadbirkorlarimizda moliyaviy savodxonligi past. Shuning uchun men iltimos qilardim, individual holatda shu tadbirkorlarimizga ham alohida islom moliyasi bo'yicha dasturlar ishlab chiqilsa, ularni ham darajasini oshirsak, juda katta ish bo'lardi. E'tiboringiz uchun rahmat kattakon. Rahmat Muxtor aka. O'zi to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Shu uchun ham bu hamjamiyatni qo'llab-quvvatlash uchun biz Al-Muomalat Business Club ochganmiz. Bunga nafaqat tadbirkorlar, balki o'sha institutsional islom moliyasi sohasidagilar ham bemalol qatnashishlari mumkin. Bizning maqsadimiz hamjamiyat rivojlansin. Endi bu yoq tarafi rasmiy qismi tugadi. Men hurmatan ustoz Hasan qoriga iltimos qilmoqchiman. Bu islom moliyasi sohasidagi ikki og'iz o'zingizni O'zbekistondagi anaqalari bo'yicha fikringizni bildirsangiz, keyin bir mehmonlarimizdan nima olamiz, fikrlarini olamiz. Ustoz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz yig'ilish qatnashchilari. Darhaqiqat bizga juda ham bir katta imkoniyat berildi. Islom moliyasi bo'yicha yangi qaror va e'lon qilinish arafasida turibdi. Xo'p, bu borada meni aytadigan ba'zi bir gaplarim bor. U ham bo'lsa, mana shunday bir yaxshilik, bir imkoniyat bo'lgan paytda biz niyatimizni to'g'rilab harakatga tushishimiz kerak. Chunki qaror qabul qilingandan keyin ortga qaytilmaydi. Shu bo'yicha ishlash kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislari bor. Albatta amallar niyatga bog'liqdir degan hadislari bor. Muhaddislarning deyarli 100% hammalari hadis asarlarini yozgan paytlarida mana shu hadisni birinchiga qo'yganlar va niyatlarini xolis ekanligini o'zlari bayon qilib berganlar. Ulamolardan birlari aytadilarki, bandaga Alloh taoloning yordami bandaning niyati va maqsadining miqdoricha bo'ladi. Juda zo'r, buyuk gap. Bandaga Allohning yordami bandaning niyati va maqsadining miqdoricha beriladi. Agar kattaroq narsani niyat qilib maqsad qilsa, o'sha miqdorda yordam beriladi. O'rtacha bo'lsa o'rtacha, pastroq bo'lsa pastroq beriladi. Shuning uchun biz avvalambor mana shu islom moliyasi bo'yicha ishlaydigan mutaxassislar niyatimizni, maqsadimizni go'zallashtirib olishimiz kerak. Biz nafaqat bu dunyodagi moddiy foyda, balki mana shu ishdan oxiratda ajr umid qilishimiz kerak.
Chunki islom moliyasi deyilyapti. Bu yerda islom moliyasi deyilganda islom dinidagi muomalalar qanday bo'lishligiga ko'ra Alloh va Rasulining ko'rsatmasiga ko'ra shartnomalar tuzilishi ko'zda tutilgan. Bu degani nima degani? Bu degani musulmonlar uchun qulay shartnomalar tuzish uchun hech qanday moniyliklar yo'q degani. Dunyoviy jihatdan ham, uxroviy jihatdan ham moniyliklari yo'q. Bugun nafaqat musulmonlar, balki juda ko'p nomusulmon bo'lmagan xalqlar ham islom moliyasi bo'yicha allaqachon ishlarni boshlab yuborgan va ishlab faoliyat yurgizib turibdi. Bunga sabab nima? Ular islom moliyasini o'rganib chiqdi. Islom moliyasini o'rganib chiqishlik natijasida haqiqatan islom moliyasi adolat ustiga qurilganligini anglab yetdi. Foydasi borligini bildi va bilgani uchun o'zlari musulmon bo'lmasalarda, ammo lekin dunyoviy jihatdan manfaatliroq ekanligini bilganliklari uchun bugun islom moliyasi bilan ishlamoqda. Aslida biz bunga haqlimiz. Bu tizimni yo'lga qo'yish, bu tizim bo'yicha ishlashga biz haqlimiz. Shuning uchun demak men aytmoqchimanki, astoydil kirishimiz kerak bo'ladi. Islom fiqhi, men o'zim islom fiqhidan dars beraman. Islom fiqhi bir qancha bo'limlarga bo'linadi. Birinchi ibodat qismi, keyin muasharat qismi, ya'ni oilaviy masalalar qismi, undan keyin muomalat qismi. Yana boshqa bo'limlari ham bor. Muomalat qismi bor. O'sha muomalat qismida hamma masala batafsil bayon qilinadi. Misol uchun muxtasar viqoya deymiz, boshqa kitoblar bo'ladimi? Alohida kitob deb nomlanib, keyin fasllarga bo'linadi. Bu haqida islom moliyasining qoidalari bo'yicha fiqhiy qoidalar ham o'rganilgan, usullar ham o'rganilgan. Men yana bir narsani sizlarga ta'kidlab aytmoqchimanki, ya'niki bu islom moliyasi bo'yicha diniy ekspertlar, mahalliy ekspertlar yetarli. Yetarliligini sababini keltiraman. Alloh rahmat qilsin, Shayx rahmatullohi alayhi huzurlarida biz ilm o'qiganmiz, dars o'qiganmiz. Bundan bir 10 yil oldin, 15 yil oldin bir qancha kitoblarni tugatganmiz bu arada. Shulardan bittasi Fiqh muamalatil maliya degan kitob, Misrlik olimni kitoblari. Juda zo'r yozilgan. Undan keyin Muhammad Taqiy Usmani hafizahullohning Al-Buhus fi qadaya fiqhiya kitoblarini ham hazratning huzurlarida o'qib tugatganmiz. Undan tashqari majallani sharhini o'qib tugatganmiz. Ya'niki Sharh Qawaidul Fiqhiya kitobini tugatganmiz. Bu biz o'qiganimiz. Bizdan tashqari yana 3-4 ta guruhlar bunga o'xshagan kitoblarni o'qib tugatishgan va undan tashqari biz o'zimiz masjidda xizmatda bo'lganimiz davrimizda xalqdan kelib mana shu islom biz qanaqa bir shartnomalar tutsak bizni dinimizga to'g'ri keladi degan masalalarni ancha munchasini yechimi shu paytgacha ham bo'lib kelgan. O'zicha bir ish qilmoqchi bo'lganlar, ikki kishi shartnoma tuzmoqchi, muzoraba shartnomasi, musharaka shartnomasi, bularga javoblar berilgan. Ya'ni demoqchimanki, biz bu borada inshaalloh taolo tayyormiz, yana ham izlanamiz. Jumladan men Ayofini ba'zi kitoblari yozilgan kitobi bor ekan, uni varaqlab ko'rib chiqdim. Shunga guvoh bo'ldimki, ular moddalardan iborat ekan, lekin bizni o'sha yurtdagi ulamolarda baza bor. O'sha undagi keltirilgan moddalarni chiqib keladigan manbai bor bizda. Ya'ni bitta qoida bo'lsa, uning ichida minglab moddalar kelib chiqadi u qoidadan. Misol uchun la zarara va la zirar. Bitta hadis. Islomda zarar berish ham yo'q, zararni qabul qilib olish ham yo'q. Mana shu qoida ustiga quriladi. Asosan islom moliyasi zararni daf qilish, manfaatni jalb qilish ustiga quriladi. Bu ham bitta ulkan qoidalardan bittasi bo'ladi. Yoki o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsam, qoidani tortganingcha tatasan degan qoida bor. Ya'ni qancha qiyinchilik bilan harakat qilsang, shuncha foyda ko'rasan degan qoidalar bor. Demak,
Men aytmoqchi bo'lganim shu, ya'niki endi bu bizga nima foyda beradi islom moliyasi? Islom moliyasi bizga shunday foydani taqdim qiladiki, azizlar, dunyo foydasini ham, oxirat foydasini ham beradi. Agar biz mana shu shartnomalar asosida ishlaydigan bo'lsak, demak, dinimizda to'g'ri shartnoma bo'yicha ishlagan bo'lamiz. Alloh va Rasuli ko'rsatgan shartnoma bo'yicha ishlagan bo'lamiz. Albatta qiyomatda har birimiz qaysi kasb egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar nima kasb qilganimiz haqida Alloh taolaning huzurida javob beramiz. Ana shu paytda bizga bu asqotadi, yengil bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan, bu islom moliyasiga qurilgan asoslar adolat ustiga qurilgan. Adolat ustiga qurilgan. Bitta muzoraba masalasini keltirib beraman. Muzorabada misol uchun jamiyatda ba'zi insonlar bo'ladi, qo'llarida pul bo'ladi-yu, ishga layoqati bo'lmaydi. Demak, bular pullarini sarflash kerak, ishga layoqatli bo'lgan odamlar ular bilan hamkor bo'lish kerak. Demak, pul bir kishi tomonidan beriladi, demak ish ikkinchi tomondan qilinadi. Endi foyda qachon beriladi? Qachon bo'linadi foyda? Foydaga kirsa bo'linadi. Foydaga kirmasa foyda beravermaydi. Mana shu adolat emasmi? Pul berildi, ish boshlandi. Foydaga kirsa foyda oladi, foydaga kirmasa foyda olmaydi. Mana adolat. Oddiy kichkina bitta adolat haqida gapirmoqchiman men. Keyin demak, pulni berdi. Pulni bergan odam javobgarligi bormi? Xatari bormi? Xatari bor. Agar muzoraba ishchisi toza, sodiq ishlab, tabiiy bir ofat natijasida molga talofat yetadigan bo'lsa, pulni berib turgan mol egasi molga kuyadi. Mana shuncha molimiz halokatga uchradi desa, uni isbotlab berish kerak. Isbotlab bergandan keyin, xo'p, ishda bo'ladi, men shundan kechdim, shu zararni ko'tardim deydi. Yo'q. Menga nima bo'lsa ham pul berasan degan joyi yo'q. Nima uchun? Inson yo mehnatini yo molini xatarga qo'yib keyin pul olishni o'rgatadi islom. Islom tekinga pul topishni o'rgatmaydi. Islom nimanidir xavotirga qo'yib pul topishni o'rgatadi. Mana shu ham bitta moliyaviy masalaning asoslaridan bittasiga kiradi. Ikkinchi foydasi, ya'ni dunyoviy foydasi, bu adolat ustiga qurilgan muomalatlar bo'ladi va bunda Alloh taolo o'z-o'zidan baraka ato qiladi. Meni aytmoqchi bo'lgan masalalarim shulardan iborat. Meni yana oxirgi so'zim shuki, biz allaqachon bu masaladan orqada qolib bo'lganmiz. Orqadamiz. Bu islom moliyasi bo'yicha. Aytdim-ku yuqorida. Hozir men sanab berishim mumkin. Musulmon bo'lmagan qancha davlatlar islom moliyasi bo'yicha ishlayapti. Bu degani islom moliyasi degani faqat musulmonlar uchun emas, balki nomusulmonlar ham ishlayapti. Biz hali shu paytgacha endi yetib keldik bu masalaga. Buni haligi bir islom aqidasi boshqa narsalarga olib bog'lash shart emas buni. Oddiy nomusulmon ham qilishi mumkin bo'lgan narsa shu. Alloh taolo mana shu boshlanadigan xayrli ishni Alloh taolo yurtimiz uchun, xalqimiz uchun, musulmonlarimiz uchun barakatli qilsin. Mana shu ya'niki islom moliyasida o'zini hissalarini qo'shib turganlar, xususan al-Ma'mulat jamoasiga, siz aziz qadam tashrif qilgan azizlarimizga o'z minnatdorligimni ato etaman. Allohdan so'rab qolaman. Alloh subhanahu va taolo barchalaringizga o'zi madadkor bo'lsin. Ikki dunyo azizligini nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat ustoz. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. O'sha aytib o'tganingizdek, niyatga ko'p narsa bog'liq. Xalqimizda endi yangi imkoniyatlar ochildi, uzr qolmadi. Endi men qisqa agar nima bo'lsa ruxsat bersalaringiz, sizlarni eshitmoqchiman. Islom moliyasi sohasidagi o'zlaringiz tashkilotlaringizdagi vision deymiz-ku, vidение. Qanaqa ko'ryapsizlar? Oldlaringizda turgan eng katta asosiy narsalardan bittasi qaysi deb bilyapsizlar? Top o'sha. Baxtiyorjon, mikrofonni berasizmi bo'lsam? Ustoz Aljon aka, sizdan boshlaymiz bo'lmasa? Turib gapiraymi? Qanday ma'qul ko'rsangiz. Videoga olyapmiz, kameraga qarasangiz yaxshiroq bo'ladi. Ishlayapti mikrofon. Ko'rdingizmi?
Assalomu alaykum, hurmatli qatnashchilar. Al Muomalat konsalting kompaniyasining asoschilari, sizlarga ham taklif uchun rahmat. Ko'rib juda xursand bo'ldim. Al Muomalatni uzoqdan yaxshi bilardim. Hayajon aka bilan yaxshi yaqin do'stimiz. Lekin bugun strategiyalarni menga taqdimot qilishdi va qilayotgan ishlarini taqdimot qilishdi. Juda xursand bo'ldim. Mana shunaqangi o'zim aslida islom moliyasi bo'yicha ustozlik qilaman, konsalting ham qilaman, ta'lim ham beraman. Lekin bu kompaniyalar ko'payishidan esa juda ko'p xursand bo'laman. Jahongir aka mana bizga ustoz bo'ladilar, akamiz bo'ladilar. Ko'p yillardan beri taniyman. Bu kishini doim kuzatib kelaman. Hozir o'ylaganim men bu o'zlari ham tan oldi Iskandar aka, savodxonlik, ya'ni islom moliyasi bo'yicha savodxonlik oshirish bo'yicha Jahongir akani Telegram kanali menimcha o'sha eng haligi faol platformalardan biri bo'lsa, bugun tushundimki, Al Muomalat aynan davlat bilan yaqindan ishlaydigan bir faol kompaniyalardan ekan. Chunki bu islom moliyasi ayniqsa bizning sharoitimizda rasmiylar, ya'ni davlat tashkilotida ishlaydiganlar tomonidan unchalik ham ya'ni to'g'ri bir ko'p tushunchalar va bilimlar bo'lmagan sharoitda Al Muomalat va uning a'zolari jamoasiga o'xshagan insonlarni, mutaxassislarni ko'prik bo'lib xizmat qilishligi bu juda quvonarli. Va mana shu bo'shliqni to'ldirib turganligi uchun menimcha bu kompaniyani anchagina o'sha eng katta yutug'i shu deb bilaman. Rahmat ustoz. Chunki buni forumda tashkil qilganda ham sentyabr oyida ko'rdim. Juda ko'p davlat tomonidan ham kelganlar bo'ldi, qo'llab-quvvatlashyapti. Qonun mana tezlashib ketdi. Inshaalloh bir 2-3 yil ichida balki Markaziy bank akalarimiz aytishsa, nechta litsenziya beriladi, nechta islom banklari chiqadi. Bu yanada quvonarli bo'lardi. Va sizlarga kelajakda bundan-da katta muvaffaqiyatlar tilayman. Va boshqa bu islom banki, islom moliya sohasiga qiziqib kelayotganlarni Al Muomalat bilan aloqalarni ushlab turishlikni, ularni kuzatib borishlikni maslahat beraman. Rahmat ustoz. Alloh rozi bo'lsin. Bo'lmasam qisqa endi nima qilamiz? Bir fikrlaringiz bo'lsa Jahongir aka, sizdan boshlasak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu ozgina kirib kelishim bilan menga e'tibor bo'lib qoldi. Katta rahmat. Avvalambor bu islom moliyasi yo'nalishida bir qanchadir mehnat qilgan ekanmizki, shu Alloh taolo shuni bir qadrini bildirdi, lekin bu asosiysi islom moliyasiga bo'lgan e'tibor. Men aytmoqchi bo'lganim o'sha, men iloji boricha shu public bo'lmaslikka harakat qilaman, chunki bilasiz, endi har doim mana Hasanxon shu yerda yaxshi o'tirib biladilar. Shu kimdir sal mashhur bo'lishni boshlasa, darrov shayton o'sha yerda hozir nozir bo'ladi. Qarasan qanaqa zo'rsan degan fikr bildirtirishni boshlaydi, keyin odam sal havolanib qoladi. Shu kamtarona bir xizmatimiz bor ekan. Shu islom moliyasi Telegram sahifasini 2019 yanvarda ochgan bo'lsak, islommoliyasi.uz veb-saytini ochgan bo'lsak, alhamdulillah, kim ko'pchilikka manfaat tekkan bo'lsa, Alloh doim hammamiz uchun manfaatli qilsin. Men aytmoqchi bo'lganim, mana hozir Hasanxon bir aytdilar, ikkita kitobni nomini aytdilar va o'sha kitoblarni biz o'qiganmiz dedilar. Men niyatim, iltimosim shuki, shu kitoblarni o'zbek tiliga tarjima qilib xalqimizga tezroq yetkazishimiz kerak, chunki xalq chanqoq. Islom moliyasiga, muomalatga juda chanqoq. Endi Al Muomalatga keladigan bo'lsak, men avvalambor tabriklayman. Juda yaxshi bir mehnatlar qilib, yaxshi bir ko'rsatkichlarga erishib, katta tadbirlar o'tkazishdi yaqinda. Iskandar o'zi doim juda xushmuomala, baraka topkur, doim e'tibor qilib, shu taklif qilib nima qiladi. Baraka toping, ishingizga rivoj bersin. Xalqimiz uchun manfaatli bo'lsin. Birgalashib ko'p ishlarni qilishimizni Alloh nasib qilsin. Rahmat. Rahmat. O'rni kelganda aytib o'taman, biz Markaziy bankni, Al Muomalat konsalting Markaziy bankni moliyaviy savodxonlik yo'nalishi bo'yicha yaqindan hamkorlik qilamiz. Hozir aytib o'tganingizdek, bu kitoblar уже naqaga kiritilgan, kun tartibiga kiritilgan va tarjima ishlarini boshlab yuborganmiz.
Qisqa so'z Iskandar aka ruxsat bersangiz, Hasan akamlarga bersam, man Husan akaga bersam, Bobur akalar UNDP bular bizani doimiy hamkorimiz. Alloh rozi bo'lsin, doimiy qo'llab-quvvatlashadi. Qaysi ma'nodaki nima bor? Fundamental o'sha institutsional shaklda bu Islom taraqqiyot bankini, Birlashgan Millatlar Tashkilotini, o'sha taraqqiyot dasturini, bularni O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilish bo'yicha qilayotgan ishlari juda fundamental. Juda asos qo'yib berishga qo'llab-quvvatlashyapti. Husan aka, sizga so'z. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor taklif qilganlar uchun rahmat. Islom moliyasi bo'yicha endi qo'ldan kelgancha, demak, Islom taraqqiyot banki O'zbekistonda o'sha rivojlanish uchun, umuman Markaziy Osiyoda rivojlanishga o'zining hissasini qo'shib kelyapti. Shu O'zbekiston a'zo bo'lganda, bizning Islom taraqqiyot bankining asosiy mandatlaridan a'zo davlatlarda islom moliyasini rivojlantirish va O'zbekiston a'zo bo'lganda 2003-yilda Islom taraqqiyot banki o'shanda boshlaganmiz. O'zbekistonda islomiy moliya bo'yicha hukumatga, davlatga, demak, qarz, har xil islom moliyasini instrumentlarini ishlatgan holda ijara yoki o'sha murobaha deymizmi, shu instrumentlarni ishlatgan holda moliyalashtirish boshlaganmiz va 2004-yilda xususiy tarmoqni rivojlantirish islom kooperatsiyasiga a'zo bo'ldi O'zbekiston. Undan keyin demak banklar bilan ham ishlar boshlandi, to'g'ridan-to'g'ri. Demak, O'zbekistonda ancha oldin boshlangan, qonun bo'lmasa ham islom moliyasi bo'yicha ishlar bo'lgan. Ya'ni ICD, mana ITFC O'zbekiston a'zo bo'ldi, 2019-yilda IZK a'zo bo'ldi. Takoful bo'yicha korporatsiyamizga ular ham demak o'z faoliyatini boshladi, banklarga ham jalb qilishga yordam beryapti. Xususiy kompaniyalar bilan ham demak to'g'ridan-to'g'ri ishlashgan, banklar orqali ham moliyalashtirish liniyalarini berish ishlari bo'lgan va islom moliyasini rivojlanishda demak Markaziy Osiyoda ko'p mana shu davlatlarga qonunchilikni yaratishda yordam berilgan va O'zbekistonda ham xususan o'sha aytganingizdek 3 ta yo'nalishda yordam berilyapti. Vaqf, kapital bozorlari bo'yicha va islom bankchiligi bo'yicha, hozir takoful yo'nalishi bo'yicha ham o'ylayapmiz shu yo'nalishda ham yordam berishni. Va demak, o'zim ham bu sohaga 2012-yilda ish boshlagan bo'lsam, Islom taraqqiyot bankida mana hozir 13 yildan oshibdi shu sohaga qiziqib, demak, o'sha alohida sohaga talab bo'lgani uchun alohida o'zimiz ham consulting kompaniyani ham ochdik. Amana Consulting Group degan va islom moliyasi bo'yicha demak o'sha O'zbekistonda ham consulting kompaniyalar ko'payib boryapti. O'z hissamizni qo'shishga, demak, o'zim ham anchadan beri deylik O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasida shu ta'lim yo'nalishida talabalarga islom moliyasini bo'yicha demak bilimlarini ko'paytirishga va har xil trening boshqalarda qatnashib yordam berib qo'yamiz. Sizlarga omad tilaymiz. Al-Muomalat konsalting kompaniyasiga ishinglarda yana ko'payaversin. Demak, ishtirokchilar bu sohada va kelajakda O'zbekistonda demak o'zimiz ham maqsad qilganmiz, O'zbekiston Markaziy Osiyoda yetakchi bo'lishni islom moliyasi bo'yicha bu yo'nalishda demak o'z hissamizni qo'shib kelamiz. Rahmat Husan aka. Bobur aka, men sizdan iltimos qilardim. UNDP nomidan endi hozir siz vakilsiz. Ikki og'iz shu vaqf qonunchiligi bu bo'yicha O'zbekistonda qanaqa nima qilyapsiz, ko'ryapsiz? Assalomu alaykum, hurmatli bugungi tadbirimiz ishtirokchilari. Men Boburjon Yusupov, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi loyihalarida ishlayman. Biz endi hozirda Islom taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtirilgan vaqf bo'yicha loyihalar boshlaganmiz. Endi bu asosan qonunchilik asoslarini o'rganish, ishlab chiqish bo'yicha, konsepsiya bo'yicha hozir ilmiy izlanish shu bo'yicha jarayonlar boryapmiz. Tez orada bu vaqtda ham batafsil misol ma'lumot berilsa kerak. Inshaalloh Al-Muomalat kompaniyasiga yangi ishlariga rivojlab qolamiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Rahmat katta. Qulog'imga shipshitib qo'yishdi, gender tengligi bo'lishi kerak deb. Shunga Xalq bankidan vakilimiz sizga so'z. Ikki og'iz o'zingizning tilaklaringiz, fikrlaringiz ham bemalol qulaycha.
Assalomu alaykum. Bugungi tadbir ishtirokchilari, endi gender tengligi deymiz, lekin ochig'ini aytish kerak, ayollar baribir adolatli patriarxal jamiyat tarafdori. Bu narsani tan olishimiz kerak. Bugungi tadbirga keladigan bo'lsak, al-muomalat tashkiloti vakillari bilan biz o'sha sentyabr oyida, adashmasam o'tgan yili o'tkazilgan forum doirasida ko'rishgandik va ochig'ini aytaman, mana shu tadbirda Markaziy bank raisini bevosita o'zini jiddiy yondashuvi va mana shu loyiha o'zi umuman islom moliyasini joriy qilishiga xayrixohligi, ochig'ini aytaman, biz adashmasam Xalq banki 2020-yilda konsalting tashkilotini IKRCHS bilan imzolagan bo'lsa, o'sha davrdan beri kutardikda. Chunki va'da qilinganda IFAS tashkiloti tomonidan qonunchilik loyihasini ishlab chiqish bo'yicha grant yutib olindi. Xudo xolasa 1-2 yilda bu narsani loyihasi chiqadi deyishdi va bu yil mana xudo xolasa yilni juda yaxshi yangiliklar bilan boshlab oldik. O'sha forumni tashkil qilib, mana shunaqa juda ham katta o'zgarish va bevosita regulator tomonidan ishtirokni ta'minlaganingiz uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Al-muomalat tashkilotida biz bilamiz, nafaqat o'sha mahalliy tashkilotlarga, balki o'sha adashmasam Malayziya davlatida bevosita tajriba orttirgan malakali mutaxassislar bor. Shu sababli Alloh ilminglarni yana ham ziyoda qilsin. Rahmat. O'zbekistonda agar shu narsa joriy qilinadigan bo'lsa, menimcha juda ham oz vaqt qoldi. Ya'ni butunlay o'sha litsenziya shartlariga berilgan limitlar olib tashlansa va to'laqonli islom banklari faoliyat yuritsa, mana shunda juda ham katta, xudo xolasa hissiylar ko'p katta bo'lishini niyat qilib qolamiz. Duodamiz. Xalq banki ham bevosita hozirgacha birgalikda amalga oshirilgan o'sha loyihalar va bevosita bergan o'sha ko'maginglar asosida aksariyat mijozlarimizga, demak, mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlar ko'rsatishga sababchi bo'ldinglar. Kelgusida ham barcha ishlaringlarda omad va rivoj tilaymiz. Katta rahmat sizga. Aslida Gulozaxon juda kamtarin gapirdingiz. Xalq banki haqiqatdan ham islom moliyasi sohasida o'ta передовойda. Nima deydi uni? Doim unaqada, oldinda. O'tgan yil 2025-yilning o'zida bular bir necha million dollarlik shartnomani уже imzolashdi islom moliyasi sohasida. Shunga tabriklaymiz avvalambor. Allohdan ishlaringizga rivoj tilaymiz. Endi hurmat bilan so'zni Umjon aka Abduazimovga beraman. 2 og'iz iltimos. Shu bilan qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli tashkilot qatnashchilari. Avvalambor taklif uchun rahmat, Xayrijon aka. Men o'ylaymanki, mana ko'p hamkasblarimiz aytib o'tishdi. Ushbu hodisani uzoq kutdik va hammamiz uchun xayrli bo'lsin, Alloh xayrli qilsin. Katta kompaniyani boshlanish arafasida turibmiz. Men o'ylaymanki, al-muomalat konsalting kompaniyasining yordami bilan, maslahatlari bilan shu banklarimiz shu yo'nalishda, ya'ni islom moliyasida ishlarni to'g'ri tashkil qiladi. O'sha so'ralgan, qonunda ko'rsatilgan, qurollarimizda aytib o'tilgan shart-sharoitlarda to'g'ri yo'lga qo'yamiz degan umiddaman. Shuning uchun sizlarga ham avvalambor rahmat va ulkan ishlarda ulkan zafarlar tilab qolamiz. Bank sifatida biz har doim sizlar bilan yelkama-yelkamiz va sizlarni maslahatinglarga, yordaminglarga har doim muhtoj bo'lib qolamiz. Rahmat, ishlarida omad. Sog' bo'ling. Rahmat. O'zi Aziyalans bank shaxsan Umidjon aka o'zingiz ko'pgina tadbirlarimizda ham qo'llab-quvvatlagansiz. Katta rahmat bu uchun. Islom moliyasini yurtimizda rivojlanishi uchun qo'shayotgan hissalaringizga muvaffaqiyat tilab qolaman. Vaqtimiz bormi hali? Yaxshi. Bo'lmasam shu yerda nima qilamiz? Iskandar aka, men sizga beraman mikrofonni. Yana bir assalomu alaykum. Agar kimningdir gapiradigan gapi bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha nimasi bo'lsa, bemalol nima qilishi mumkin yoki bir qanaqadir savolingiz bo'lsa ham hozir bir sizlar bilan bir oyoqda turib bo'lsa ham ko'pi choy ichamiz. Aytmoqchi bo'lgan narsam, sizlarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bu yerda boshqa banklar vakillari ham bor, Anorbank vakillari bor, Transmuomalat vakillari bor, Aktabankdan kelganlar bor. Hayot bankdan kelgan vakillar ham bor. Barchalari shu aynan islom moliyasini rivojlantirish uchun
islom moliyasi qadriyatlariga mos bo'lgan bir yaxshi bir bozorda shu xizmat qilish uchun mehnatlarni qilishyapti. Qaysidir darajada ular ba'zi ishlarda ilg'orlashgan. Biz umid qilamizki, birinchi islom banklarida bo'lib ochilishini ham davlat banklariga, ham xususiy banklarga shu anaqamizning oxirida ruxsatingiz bilan al-muomalat biznes klubiniga bugundan start boshladi. Sizlardan iltimos qilardim, mana shu biznes klubimizga a'zo bo'lib qo'yingizlar. Kelgusida har oyda bir yoki 40 kunda bir anaqa bir mayli bir 40 kunda bir deylik, poklanib davom ettiramiz balkim. 40 kunda birmi yo 2 oyda birmi shu islom moliyasi bo'yicha shu biznes klubda sizlar bilan birgalikda yig'ilib amaliy masalalarda bir suhbatlar, debatlar, bir haqiqiy bir masalalarni yechadigan suhbatlar qilib, ham ekspertlar bilan birga, ham shariat ulamolarimiz bilan birga, nafaqat al-muomalatga, balki Jahongir aka, Alijon aka, Husan akalar va boshqa shariat ulamolarimizni, ekspertlarimizni ham chaqirib, mana shu al-muomalat biznes klubini rivojlantirib borsak degan umiddaman. Shu narsada xayrixoh bo'lingizlar, aktiv ishtirok etishlaringizni so'rayman. Maqsadimiz qadriyatlarga mos, islom moliyasiga bir xos bo'lgan biznes klubni bir sizlar bilan birgalikda, ya'ni bu al-muomalat bu umumiy mavzuda, bu al-muomalat konsultinga tegishli emas, bu al-muomalat. Jahongir akamlar ilm ahli buni biladi. Bu muomalat bu butun islom moliyasi nomi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilardimki, mana shu al-muomalat biznes klubimizning naqasiga bog'lanib qo'ysalaringiz va shuni doimiy a'zosiga aylanib, buni biz kelishib olamiz, keyin gruppada ustozlar bilan, ekspertlar bilan gaplashamiz, qanaqa tashkil qilishni va banklar va investorlar, tadbirkorlar bilan doimiy ravishda mana shu biznes klubni bir manfaatli qilib, ertaga mana banklar o'zlarining produktlarini amalga oshirib boshlashadi, tadbirkorlar bo'ladi. Aynan shu davra suhbatlari shu masalalarni ko'rib chiqib, hal qilib, networking qilib, boshqa qilib bir-birimizni qo'llab-quvvatlashni xohlardik. An'anaviy bozorda bir nechta biznes klublar bor. Keling birgalashib shu islom moliyasida ham bir yaxshi bir biznes klubni joriy qilib, mintaqada bir yaxshi bir ilg'or shu islom moliyasiga oid bir biznes klubni birgalikda sizlar bilan quraylik. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Sog' salomat bo'lingizlar. Ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'lingizlar. Endi biz ham unaqa bir nima deydi, suxandon bir gap-ko'zda anaqa emasmiz. Xato kamchiliklar bo'lsa, o'tgan bo'lsa uzr so'raymiz. Asosiysi ishimizni yaxshilab qilamiz. Gapda anaqa bo'lmasa ham barchalaringizni o'sha ko'p birga taklif qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.